Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyadısını gaydiyoruz, Washington DC'deyimiz. Bugünkü İslam İşkemeğinin 24. yıl 9. ayının 24. günü vatandaş. Haftaki Seyşembe. Bugün maçarak bir sınav bakay, bulunda yoruqluq qamlaşmaya kaldı. Bunun iki xil yoluyla sınayman, hazır birincisi, yani ikincisi var. Bugün hazır çırakını açmadım. Qandaq yoruqluq tanışılmadım, bilmedim. İki xil sınav bakamaya vatandaş. Hem bugün sizler yetkizgan leksiyalarımız nima deseniz, nazarımız ve aldığınızda durup hazır Birleşken Devletler Teşkilatı'nın erzili ötküzüdüğün umumi yığını Washington'da, New York şehirde başlandı. Çünkü 23. gün Amerika Birleşmiş Ştatları'nın prezidenti Joe Biden bu yığında notuk sözledi. Notuk sözlüklerinde asasla qaratqan 3.1 Ukrayna vuruşu meselesi, ikincisi Gaza vuruşu meselesi, onun üçüncüsü Cungo bilen bulgan rekabet meselesi vatandaş. Rekabet meselesi şu üç meseleni oturup koydu. Şu münasebetle bugün sizlerge şu notukның jaryanını kısaca yetkizimiz vatandaşlarım. Ona deyinki alaydı vaziyet degende hem de rast olsun deyli. Hazır canlının nazarı da bugün ettigende kelgen haberde nemi dedi deyseniz, hazır İsrail'e Livan'a hücum kılıp Hezbollah'ın komandanı ve askeri kısımlarını bütünle yokattı dedi. Yani şu haberden ahırda nemi depto deyseniz, İran hazır Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tutuldurup kalışını talep kılıp iltica kıldığı deydi. Bugün kaltısı gepke vatandaşlarına İran Birleşken Devletler Teşkilatı'na iltica kılıp tutuldurup kalışını talep kıldığı deydi. Belki qoğdap kalışını talep kıldığı deydi. Bu acayip bir haber boldaga rast olsa, demek İran G'arb lagırga yoki Birleşken Devletler Teşkilatı asosidagi adolatparvar kuchlar tarafga taslim bo'ldi degan bir gap bo'ladi vatandosh İran. İran shundoq siyosat shu yo'lni tutadigan bo'lsa, O'rta Sharqning vaziyatidami zo'r o'zgarish bo'lishi mumkinmi deb savol qo'yamiz, hurmatli vatandosh. Endi mavzuga kelaylik. Bu mavzu bunda Prezident Joe Biden Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'inida vazifa o'tagan muddatchilik o'zi, vazifa o'tagan muddatchiligi eng oxirgi nutqini so'zlaydi. G'azza va Ukrainaga ko'ngil bo'ladi. Hamda Amerika bilan Jungo o'rtasidagi raqobat to'g'risida to'xtaladi. Mavzuli xabar 9 ayning 24 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Haber bunda başlandı vatandaş. New York, Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden Seyşembe yani 9. ayının 23. günü Birleşken Devletler Teşkilatı umumi yığında en ahırkı nutqını sözleydi. Müşislanı ben hata ettim. Bu haber yazıcı hata ettim. Ana karısam bugün Seyşembe deptirdi ya. Birleşken Devletler Teşkilatı umumi yığınında en ahırkı nutqını sözleydi. Nutqning mazmunları cümleden O'rta Sharq to'qinishi, yani Gazza to'qinishi, Ukrayna urushi, Rossiya bilan Ukrayna o'rtasidagi urush, Amerikaning Jungo bilan bo'lgan raqobati masalasi qatorliq mavzularni o'z ichiga oladi. Bu nutq Prezident Joe Bidenning xalqaro minbarda so'zlagan eng oxirgi nutqi bo'lib qoladi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığını her yılı her qaysi devletlerinin neçizden artıq rəhbərlər qatnışıdır. Şuna qaraganda bu 2 yıl içinde hazırgıça Reis Xi Jinping, Jungo'nun Reis Xi Jinping kelip bakmadı. Onun ornuğa Wang Yi, Tashqi ishlar ministeri Wang Yi qatnaştı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınıga bugün. Ama şu yıllarda hem Wang Yi yetip geldi. Hazır Wang Yi doğrusu yetip gelgen bir haberi qaraganda ben tünügün ne dedim?
Yaponiya Tashqi ishlar vaziri maxsus aeroplan bilan Nyu-York shahriga kelib, Wang Yi bilan ko'rishadigan bo'ldi. Dedim, bu qatim Wang Yi'ning o'zining xabariga asoslanganda nemdagi eg'ir beshliqlik va salmoqliq o'ltirib Yaponiya taraf bilan so'zlashimiz. Bu nimaga? Sen qotillik qilding, sening odaming qotillik qildi, 10 yoshlik bir bolani o'ldirdi, yaponiyalik bolani. Bunun desa yani Yaponiyani o'zingni tutib ol, o'zing salmoq bo'l. Mana shundaqmi jumla ishlatadi vatandosh. Buni qo'yib turaylik. Shu yig'in shu qatnashida o'zimizdan so'zni davomlashtiraylik. Afsaray bexatarlik komitetining bir nafar nopozlik amaldori 9-oyning 23-kuni matbuotga oshkorlab bunda ko'rsatdi. Prezident Joe Biden nutqida prezident ma'muriy amaldorlarning dunyoni ittifoqlashtirib, Ukrainani qo'llashni, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomalari, prinsiplari qo'llashini, jumladan Jumhuriyatni o'z ishiga olgan holda boshqa davlatlarning raqobatni mas'uliyatchan boshqarishini, jumladan iqtisodiy bexatarlikni o'z ichiga olgan holda har qaysi tarafdan yana o'z ichiga olib, so'zgan nutqida atrofli to'xtaladi. Har qaysi taraflarni o'z ichiga olgan holda Prezident Joe Biden bu qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida atrofli to'xtaladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy turishliq vakili Linda Thomas Greenfield mundaq ko'rsatdi. Bu qatimki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'ini halqiliq paytda ochildi. Biz her yili shundoq deymiz. Her yil ochilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'ini halqiliq paytda ochildi deymiz. Lekin bu yil Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'ini intayin zo'r xiris paydo bo'lgan davrga to'g'ri keldi. Diqqat qo'zg'aydigan va harakat qo'llanadigan krizis va to'qinishlar barg'ansiri ko'paydi. Demak, diqqat qiladigan va harakat qo'llanish kerak bo'lgan krizislar hozirgi dunyoda barg'ansiri ko'paydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy turishliq vakili Linda Greenfield shunday dedi. Bu xabarning oxiridagi bir abzasda mundaq ko'rsatildi vatandosh. Prezident Joe Biden hukumatining amaldorlari to'liqlab turib mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden 4 yil vazifa o'tagan mezgilda Amerikaning dunyo siyosat sahnasidagi rahbarlik o'rnini asliga keltiraman deb va'da bergan edi va qasam bergan edi. Bugun Prezident bu qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'iniga qatnashib, so'zlagan nutqini o'ylaganimizda Prezident Joe Biden bu siyosatdan Amerika xalqiga va dunyo xalqiga natija elib kelganligi to'g'risida to'xtaldi. Bu birinchi leksiya bo'lsa, men yorug'likni bir tanishib baqay dedim vatandoshlar, bulonda qamlashmadi va hayot.